Biz aka ko'taryapmizmi biz? Qachon bunday suv bunday bir yaxshi bir restoranga kirib ovqatlanamiz. Mana kasopat keldimi? Asqani. Xo'rlangan bechora. Sardor Gangster taniysanmi? Taniyman. Mana menga sher urdi, qara. Sher urgani yo'q. Mana ko'rsataman, qarab. Mana onasini qanday ko'rsatsam bo'ladi? Sardor Azizga urgani yo'q sherdi. Mashina qilib. Anaqaga urdi, boyiga, Ehsonga urdi. Sardor Ehson qilambi, kallang ishlaydimi? Bilan obro'yimni tushirish bo'layapti-da, mashina qilam bilan. Onang sizga tashashmay turgin, hamma Betiga bo'lsanamiz, ozozdan hamma birlashib. Ozozdan bilaman hech kim yo'q. Bilaman hech kim yo'q. Akalar qop ketyapmiz. Bitta besiksimiz bor bizni. Bitta besiks bor xolos. O'tib ketdi biz. O'tib ketdi. Hech kim yo'qmi? Yana bitta besiksimiz bor. Yana bitta besiksimiz bor. Like bosinglar jon akalar, hamma ozozdan qaralashib beringlar, tamom. Hamma ozozdan qaralashib beringlar. Besiks yana kimda bor? Yana kimda bor besiks? O'limsiz ya. Kerak emas. Yo'q, men unga yomon bo'lsin demadim, odil dedim. O'lliqqa onasini sikay dedim. Mayli, yegan po'qing shaqqacha yeb keling dedim. Borginda uyingga borgin dedim. Bola chaqangni oldiga bor. Sharoiting to'g'irla, onasini sikay jalablari mayli. Bittasi qochna qo'y. Qo'tog'im yopishib olib buncha deb gapirgan gapim agar shu aybim bo'lsa. Agar meni aybim shu bo'lsa. Endi siz ham do'stona gapirgansiz-da. Ya конечно, do'st achitib gapiradi. Dushman kuldirib gapiradi. Lekin u miyasiga qurt tushgan bilan bilmayman nima xohlayapti u. Bilmasam men u bilan tushunmayman. Vodiyda nima qiladi o'zi u? Maqsad nima vodiyda? Kvartira. Xo'p, kvartira olgan bo'lsa, o'sha kvartiraga 300 dollar pul berasanmi? Yeban biladi, yoshing 40 ga kiryapti, bolalaring bitta katta o'g'ling maktabga o'qiydi.